o'zimizda yakshanba kuni ham rahbarlar xodimga telefon qilib ishga chaqiradi. Yoki soat 6 dan keyin rahbar ketmasa, ishdan ketish mumkin emas. Bu normal holatmi? Afsuski O'zbekistonda bu ko'p kuzatiladigan holat. Lekin meni fikrimcha bu umuman noto'g'ri holat. Har bir xodimni shaxsiy hayoti, uni dami himoya qilinishi kerak. Yaxshi, lekin rahbarlar biz bitta oilamiz deydi. Agar chiqmasa o'sha kuni, demak siz bizni oylamizdan emaslar deydi. Endi bu gap oila bu uyda, farzandlari bilan, ayolingiz bilan, ota-onangiz bilan. Ishda ish. Bu faqat manipulyatsiyaning yo'li xolos. Xodimdan tekinga foydalanish. Agar rahbar yakshanba kuni telefon qilsa, nima qilish kerak, ko'tarmaslik kerakmi? Endi meni holatimda men iloji boricha o'sha kun xodimni kuni deb hisoblayman. Iloji boricha biron bir force major yonib turgan situatsiya bo'lsa, telefon qilmaslikka harakat qilaman. Telefon qilganimda ham ma'lumot uchun telefon qilishga harakat qilaman, uni ishga chaqirish uchun emas. Chunki xodimni hurmat qilishingiz kerak, shaxsiy chegaralar. Va u dam olishga imkoniyati bo'lishi kerak. Shunda u ertasi kuni kelganda ishlashga energiya bilan keladi va noto'g'ri qaror qabul qilishdan uzoqroq bo'ladi. Tushundim Ravshan aka, sizga o'xshab o'ylaydigan rahbarlar ko'payadi deb o'ylayman.